Men oshxona gubkasiman. Meni 3 oydan beri almashtirishmadi. Men mikroblar bo'yicha chempionman. Hojatxonadagi mikroblardan ham ko'p menda yig'ilgan mikroblar. Sen bo'lsa men bilan taryokalaringni yuvyapsan. Meni har hafta almashtirish kerakligini bilmaysanmi? Men oshxona taxtachasiman. Men ustimda ham go'shtni, ham sabzavotlarni to'g'raganingda oshqozoning tamom bo'ldi deyman. Aytgancha sen meni hali boyagi gubka bilan ham yuvasan-mi? Meni yarim yilda bir marta almashtirish kerakligini bilasanmi? Men esa yostig'man. Sen meni har kuni quchoqlab yotasan. Menda ter, ko'z yosh, turli xil bakteriyalar yig'iladi. Mening ichimda qanchadan qancha zararli bakteriyalar borligini bilganingda yig'lolmasding. Meni yilda bir marta almashtirib turish kerak axir. Men tish cho'tkasiman. 6 oydan ham ko'p vaqtdan beri xizmat qilyapman. Men tishlaringni umuman tozalamay qo'yganimni bilmaysan-da, nega tishlarimda karies bor deysan? Axir meni har 3 oyda almashtirish kerak.